O'zbekistonda yo'llardagi qoidabuzarliklar uchun jarima ballarini hisoblash tizimi 2025-yil 1-iyundan boshlab ishga tushadi. Bu Vazirlar Mahkamasining 6-maydagi qarorida belgilangan. Xo'sh, haydovchilarga qaysi qoidabuzarliklar uchun qancha jarima balli beriladi? Masalan, belgilangan tezlikni soatiga 20 kilometrdan ko'p bo'lmagan holda oshirib mashina haydash 0.5 ball jarima balliga sabab bo'ladi. Loyihaga ko'ra, qancha belgilanganidan tez haydalsa, jarima balli shuncha oshib boradi. Bu borada eng katta jarima balli 2 ball bo'lib, tezlikni belgilanganidan soatiga 60 kilometrdan ko'p, lekin 80 kilometrdan ko'p bo'lmagan holda oshirish shu jazo balliga sabab bo'ladi. Svetoforning taqiqlovchi signaliga bo'ysunmasdan o'tish esa 1 jarima balli bilan jazolanadi. Yo'l transport hodisasi yuz bergan joydan ketib qolish esa 2 jarima balliga olib keladi. Qayd etish kerak, jarima ballari haydovchilarga nisbatan faqat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan rasmiylashtirilgan ma'muriy bayonnomalar asosida belgilanadi.